Yomon kommentariya yozadigan insonlardan biz hech qachon xafa bo'lmasligimiz kerak. Chunki deganda bizning hayotimizga o'shanda yomon kommentariya yozadigan yoki bo'lmasa yomon insonlar ham kerak. Biz ularga qarab yaxshi inson bo'lishga harakat qilamiz va yer yuziga yaxshi insonlar borligini isbotlashga harakat qilamiz, mehr ulashishga harakat qilamiz. Siz ular bilan tenglashib nimani isbotlamoqchisiz? Ular o'zini haqligini sizga ko'rsatishga keldi xolos. Ularga nimani gapirishingizdan qat'iy nazar ular baribir ham men haqman deb turadi. Siz ular bilan tenglashmang, ularning toifasiga tushmang. Ularga baxt tilang, omad tilang, sog'lik tilang va ular o'zlarining yo'llarida davom etishsin. Ular yo sizni ko'ra olmaydi, yo sizga hasad qiladi, yoki bo'lmasam ular mana bu ichidagi bor g'azabini o'sha kommentariya orqali ko'rsatishadi. Har bir inson gapirishga, yozishga haqli. Jonlari sog' bo'lsin, yozsinlar, qalblarini tozalab olsinlar.